Assalomu alaykum hammaga yana bir bora. Shuncha to'qishdan narsalar to'qiyman, zakazga narsalar to'qiyman, o'zim uchun bironta ham narsa to'qimagan ekanman. Shuning uchun o'zim sevishga qaror qildim va o'zim uchun ryukzak to'qidim. Buni qopqonlarini bunaqa qildim va ismimni bosh harfiga moslab milliy qulf o'rnatdim. Shnur ipdan to'qidim buni. Shnuri bunisi asosiy rangi kiloli shnur ip. Bu kiloli shnur ip to'qiganlar biladi, rosa qattiq bo'ladi, qo'lni rosa og'ritadi, lekin ishinglarni sifatli qilib zo'r qilib chiqarib beradi. Bu ryukzakimni orqasidagi iladiganini sizlar bilan birgalikda hozir to'qishni o'rgatib ketaman. Ozgincha master-klass qilaman. Qulupimiz yopilgan holatda mana bunaqa bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Bitta oyoqcha qo'ydim, ikkita qo'yganim yo'q. Bittasi ham bo'ladi va hozir sizlar bilan birgalikda biz shuni orqasidagi remishokka iladigan joyini ham to'qiyman shnurdan va sizlar bilan hozir birgalikda ozgincha bo'lsa ham tushuncha berib o'taman. Mana ryukzakimiz ili qopqog'i. Remishok qismini sizlar bilan birga to'qiyman. Men taqadigan joyini bunaqa fasonda qilishga qaror qildim. Mana ko'rib turganingizdek buni shnurdan to'qiyman. Rosa yumshoq, shunaqa mayin. Oldingi to'qigan ryukzakimdan qolib ketgani bor edi. O'shandan foydalandim. Bu shnur juda qattiq, qo'lni juda yomon og'ritadi, lekin sifati zo'r, o'zini formasini zo'r ushlab beradi. Bu o'zini formasini javona qo'shib bermaydi, chunki yumshoq shnur bo'lganiga o'zini formasini javona qo'shib bermaydi. Endi sizlar bilan mana shu remishokka to'qilishini tushuntirib o'taman. Mana qaranglar. To'qib oldim va oralarini ochamiz. Kiramiz. Bitta, keyingisiga ikkita, uchta, mana to'rtta, o'ziniki bilan 5 ta bo'ldi. 1 2 3 4 5. Bitta o'zi kurcho'da ilinib turgani hisobiga 5 ta bo'ldi va aylantirib hammasidan baravar chiqarib olamiz. Mana keyin yana bularimizni orasini ozgincha ochamiz. Yana xuddi shu tartibda mana ko'rasizlar, kurcho'ning o'zida bitta bo'lganiga biz 4 ta chiqaramiz. Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, mana to'rtinchisi va kurcho'ni tekis qilib mana ushlab olamiz. Keyin ipimizni bitta aylantirib 5 tasidan baravar sekin shoshmasdan chiqarib olamiz. Xuddi shu tartibda kimga qanaqa kattalikda, uzunlikda kerak bo'lsa, xuddi shu tartibda to'qiladi. Rosa oson, ham rosa chiroyli chiqadi. Mana shu usulda to'qisanglar, masalan, sumkalarga, ryukzaklarga mana shundan foydalansanglar, rosa chiroyli bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi? Video ham chiroyli, ko'rinishi ham chiroyli. Xuddi shu tartibda to'qib ketamiz. O'shanda remishokimiz mana ko'rib turganingizdek rosa chiroyli chiqadi.